yana bir narsa aytib bering, operlar bo'ladi, tutgan bolalardan ikkitasimi, uchtasi so'roq savolga kelishdi, gapirishdi. Dilshod To'raxo'jayev o'sha o'zlari tutib, tushuntirish xati olgan bolalardan so'ralyapti. U kim, qayer fuqarosi esa O'zbekiston fuqarosi deyapti. Hatto kimni tutishganini ham bilmaydi ular. Rossiya fuqarosi bo'lganini ham bilmaydi o'sha operlar. Rossiya o'shani ham bilishmayapti даже. Nima olayotganini ham. Endi agarda sodir qilinayotgan jinoyat to'g'risida xabarnoma bo'ladigan bo'lsa, endi qonun bor o'zi. Nima deydi? Tezkor qidiruv tadbiri o'tkazish to'g'risida o'zi qonun bor. Unga asosan o'zini talablari, punktlari bor-da. U bo'yicha har bitta ma'lumot qayta tekshirib chiqilishi kerak. Shu o'zi ma'lumot qanchalik asosligiga huquqiy baho beriladi. U bo'yicha savollar bo'lgan. O'sha Ulug'bek aka, Nurullo akalar tergovchidan so'rayapti. Siz aytayotgan narsalarni, Mahmudda hammasi esimda yo'q. Qani men bu tekshiruving, men bu natijalari, o'sha analizlar, nimalar qani desa, voy u yo'q ekan. Nimaga qo'ymadingiz desa, voy xatolik bo'lib qopti, men adashib qolman. Shunaqa deb ketyapti. Unaqa joyga. Tergovchi shunaqa deyapti. Tergovchiga qanaqadir baribir javobgarlik masalasi ko'rilishi kerak-da. Chunki u yerda insonning taqdiri ketyapti, tergovchi xatolik qilishga menimcha huquqi ham, nimasi ham yo'q bo'lishi kerak emas. O'zi menimcha birinchi o'zi ham tezkor qidiruv tadbiri nima deydi, maxfiy anaqada qilingan bilan ish hujjatlari o'zi tergovga o'tayotgan paytda u maxfiylik yechilishi kerak-da. Shunaqangi yuzlarigacha tan jarohatlar olgan, bu narsalarni sudda ham ko'rsatildi, tazyiqlar bo'ldi. Ey, baraka topib sudga aytishyapti. Bizni shunaqa qilib yozdirib olishdi. Endi men shunaqa deb xohlagan narsasiga qo'l qo'ydirdi. U yerda ko'p bolalar bir-birini tanimaydi. 10 ta bola. Tanimaydi. Mana taniyman buni, bizga mana shu buyurgan deb aytasan deb o'zlari qog'oz bergan, qo'l qo'yib berishgan. U yerdagi hamma narsa kompyuterda yozilgan. Aslida bitta ikkita bor orada. 10 ta boladan bir 8 ta yo 7 tasida kompyuterda yozilganda hammasiga ular nimaga qo'l qo'yayotganini bilmasdan qo'l qo'yib berishgan. Sudda hamma narsani ular aytib berishdi. Birinchi sudda endi videoga ruxsat berilmadi. Biz videoni so'radik Bektemir tumani sudyasidan Sherzod Amirov edi. Men o'zim Bektemir tumanida yashayman. O'shanga постоянно bitta ham qoldirmadim. Qildik. Eng qiziq joyi nimada bilasizlarmi? U yerda juda ham ko'p to'g'ri kelmayapti-da, o'ylab topilgani ochiq bo'lib qolyapti. O'sha tergov tomonidan, o'sha operlarni qilgan hammasini gaplari bir-biriga teskari. Bu narsalarni sudga ko'rib turibdi. Bittasi chiqib aytayapti, tergovchi biz kelsak deydi, bizdan oldin deydi, ana 5 ta bolani qo'lga olishganda, shu bilan bog'liq. Biz kelsak, ular qo'lga olibdi deydi, ikkinchisi kelsa, nari ikkinchi tergovchi Toshkentniki bilan Namanganniki kelsa, yo'q, bular qo'lga olgan deydi. Keyin dalillar deyishyapti. Dalillari qani? O'sha bular shu ish qilmoqchi bo'lgan ekan, o'sha dalillarni kirganliklarning videosi qani deyilyapti desa topshirilgan, lekin delada yo'q. U narsa yo'q. Qo'lqop, pichoq bir narsalarni o'zlari qo'yib qo'ygan deb aytishyapti. Xo'p, qayerdan olding? Desa shu mashinadan olib keldi. Qani o'shani olganingni isboti, qani o'shani video syomkalari desa u narsa ham yo'q. O'zim men eshitishim bo'yicha o'ta og'ir jinoyatlarda hamma narsa video syomka orqali bo'ladi. O'sha Dilshod To'raxo'jayev va qolgan bolalarni ham ko'rsatma olayotganda video syomka jarayonida, chunki o'ta og'ir jinoyat hisoblanadi. Bularning hech qaysi yo'q. Faqat nima bor ularning qo'lida? Biz shuni qilmoqchi bo'ldik. Biz mana shu yana boshqa tadbirkorning uyiga go'yoki 2 million dollari bormishdi. Biz o'shani o'g'irlab bosqinchilik qilmoqchi bo'ldik. Shuni Dilshod To'raxo'jayev uyushtirishdi deb turib qo'l qo'ydirgan. Lekin sudda aytayapti, biz shunga qo'l qo'yib berdik. Nimaga qo'l qo'yganimizni bilmasdik deb aytishyapti. Endi sudya shunani eshitdi. Juda ham yaxshi olib olayotganga o'xshadi. Hozir qo'yib yuboradi-yu deb tursak 16 yil, 15 yildan paqqilab hammasiga jazoni berib yubordi. Mana eng qiziq tomoni endi aytib beraman, u sudda nima keragi bor edi? U yerda sudda nimada aytayapti? Hukmida.
o'zini ko'rsatmasligi mana o'zlari bo'yniga olgan u deyapti-da. Shuni biz asos qilib turib, mana o'zlari qilgan ekan, o'zlari ham bo'yniga olibdi deyapti. Ya'ni tergov jarayonida o'zini lekin bilasizmi Sirojiddin aka, o'sha Jinoyat protsessual kodeksini o'sha 22-moddasi ham yozilganki, faqat dalillar sud tomonidan tekshirilgan dalillargina maqbul hisoblanadi deyiladi. Buni sudyalarimiz bilmaydi deb o'ylaysizmi? Endi qo'llamaganiga biz ham aytib turilibdi, rasmlar ko'rsatilyapti. Mana men o'shandan keyingi nima edi, Nurulla aka advokat borganda dabdara chiqib ketgan bo'landi Dilshodniki. Faqat shuni rasmga olib qolishgan. Endi qarang, hammasi o'sha jalba qilyapti, yozib beryapti, hamma bolalar aytayapti. Shunday ne ko'z bilan ko'ring, ko'zini tegi katta ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim, vujud kalta yegan. Ko'tar mayka payki dedim. Shunda ko'tarib ko'rib turib, nima qilishim kerak edi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi san. Xudo xolisa ko'rmagandek bo'lib ketsa, bu erkakchilik bo'lib turadi deshim kerakmi? Rasmga oldim. Advokatlik faoliyatimni amalga oshirdim. Yaxshi ham rasmga oldim. Keyin qiynoli bir kundan keyin tugadi. Dilshodda isboti ham bor, rasm, foto, rasmlari bor. Qolgan bolalar nima deyapti? Bizni ham urdi desa, hamma yerda ko'rsatib qo'yapti. Yiqilib tushgan, bunaqa qilgan deb turib o'zlaridan yana ko'rsatmay ham olgan. Men yiqilib tushdim deb. Urgandan keyin. Nima endi 9 tasi hammasi yiqilib tushgan bo'ladimi shunda? Qolganlar ham. Yiqilib tushib yo borib basharasini urib olgan bo'ladimi shunda? Hammasi aytayapti. Mayli, Dilshoddan tashqari bittasi yo ikkitasi aytsa ham sal ishonarli bo'lishi mumkin, lekin 9 tasi aytayapti. Biz o'limga ham rozi edik deyapti. Lekin sudya ko'rib turibdi shuni. Eshityapti. Haligi jabrlanuvchi o'zi bilmaydi. U yerda aytayapti, uni seyfidan 2 million dollari bor ekan. Shuni o'g'irlamoqchi edik, o'g'irlamoqchi bo'lishgan deyapti. Shunga jinoyatni boshlashgan, lekin tugata olmagan, shu yerda qo'lga olindi. Biz katta jinoyatni oldini oldik deyapti. Lekin delada qaysi uy o'g'irlamoqchi bo'lgan, qaysi seyfda pul bo'lgan, u narsalar umuman delada yo'q. Keyin o'sha jabrlanuvchidan so'ralyapti, senda shunaqa pul bo'lganmi, hayotda ushlaganmisan shu pulni 2 million dollarni? Yo'q deyapti. Men unaqa pulni ko'rmaganman, unaqa pul ushlamaganman deyapti.